Minecraft. Yana Minecraft. Dunyoda milliontadan oshiq o'yin bor, lekin nega Minecraft? Stop. Siz Minecraftdan zerikmadingizmi? Ha, bugungi mavzu juda jiddiy bo'ladi. Bu videoda hech qanaqa kulgili narsalar bo'lmaydi. Bunga ishonchi komilmi? Yana sen 05 ga olaman. Nimaga faqat videolatganimda xalaqit berasan? Axir men senman, sen esa men. Men Minecraftdagi eng kerakli ma'lumotlarni shu videoda to'pladim va bugun sizlar bilan faqat Minecraft haqida gaplashamiz. Nega faqat Minecraft? Axir dunyoda undan ham zo'rroq o'yinlar bor-ku. Masalan, Hindda Minecraft bu to'rtburchak shakldan iborat bo'lgan nenormallilar o'yini. Nega bunday dedim? Chunki har qanday Minecraft o'ynaydigan odamning videosida Michael! Эй, короче, guys, это что, вот Я играл на гитаре, она пела. Yodam emasman. Voy! Minecraft o'zi nima degan ekan Alisher Navoiy. Buni javobini Google bizga aytadi. Ko'ryapsizlarmi? Minecraft yosh bolalarning o'yiniga yana bir isbot. Ma'lumotlarni qaranglar ozginaligini. Xo'p, qisqa ma'lumot berib o'tib ketaman. Minecraft 2009-2010 yillar atrofida chiqarilgan diski to'rtburchak shakllardan iborat bo'lgan ichida Herobrine degan zo'rlovchi shaxs bor o'yin hisoblanadi. Gapimga qo'shilasanmi, Jamol? Poq, mavzudan yiroqlashmaymiz. Nega aynan Minecraft? Dunyoda Minecraftdan ham zo'r o'yinlar bor-ku. Mana shu gap to'g'ri bo'ldi. Ha, dunyoda Minecraftdan ham zo'r o'yinlar bor. Masalan, Hindda. Chunki Minecraftni tushunish oson va bu o'yinning ichida qo'y bor. Siz maktabga bordingiz va sizning bir hayotda o'rni yo'q do'stingizdan Minecraftni eshitib qolib, birinchi marotaba o'yinga kirdingiz va yaxshi o'yinga o'xshayapti. Demak, uy qurishim uchun birinchi bo'lib daraxt yo'raman. What? Daraxt nima yiqilmadi? Bu g'irt dab qabollar. Ko'pchilik boshda Minecraft